Mashhur insonlarning yolg'iz qizi Maftuna Shokirova haqida 3 ta fakt. Bloger Maftuna Shokirova 1995-yilning 17-noyabr kuni Navoiy viloyatida dunyoga kelgan. U 3 o'g'ildan keyin dunyoga kelgan yolg'iz qiz farzand. Maftuna Shokirova aktyor Sayfullo Shokirov va aktrisa Mohira Shokirovaning erkak qizi. Eslatib o'tamiz, bloger ota-onasiga 2025-yilning iyun oyida uy sovg'a qilgan edi. Gap shundaki, bloger birinchi olgan uyini ota-onasiga sovg'a qilishni niyat qilganligini o'z intervyularida aytib o'tgan. Maftuna Shokirova ayni damda Imon Ahmedova bilan birga yangi vayinlarni suratga olmoqda. Afsuski 2025-yilning aprel oyida Ozod va Maftunaning 2 yillik ijodiy hamkorligi nihoyasiga yetgan. Intervyulardan birida Maftuna Shokirova sobiq partnyorining yangi videolarini ko'rib yig'lagani va hamkorligi bunday yakun topishini istamagani haqida gapirgan. Chunki yangi partnyorning intervyularida Maftuna to'g'risida unga yoqmaydigan gaplar aytilganligini ham intervyulardan birida aytib o'tgan. Hammasi yaxshilikka bo'lsin degan insonlar va ayniqsa blogerning muxlislari videoga like bosib barcha aqllaringizni to'lashib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara yulduzlar hali oldinda.